Ağzımga her gepli kelgen lekin ma tor bolgaçqa degili bolmadi. Lekin azroq so'zlab bir kichikina bir ochig'imni chiqarib olayman ma. Shuncha birib qo'y. Ma kendimlik rasmni ko'dangli to'rdoshlar. O'sha xaman yumishtivatgan, xaman so'qavatgan rasm, mo'sh rasmni sizivatman. Burunqi zamonlarda mo'shundaq soqutdik biz yavatgan shu bug'doy mo'yinda so'qab, dandin mo'yinda arib mo'yinda qildik deb chiqarib qo'ydim aynan. Mo'yinda soqutdik biz deb mo'shuni sizivatmi deb chiqarib qo'ydim. Chiqarib qo'ysam ajoyib qo'llab berdinglar. Shunda xo'sh oldum. Yurganni aymay besib, nayt yaxshi gap so'zini yezib, shunda qo'lladinglar. Men qattiq xo'sh oldum. Mo'sh qo'llagan bütün tor ahliga ko'p samimiy rahmatimni bildiraman. Endi menga nemishqa eliqi kapıldap qalsa degan vaqtda men bunda bir ish tushuncha bermoqchi. Bu xama so'qash nurg'ulini bunda yezibsizlar. Keyindi kalının keyindiki tuluq qani bo'lmabdi. Kalını qongu xalt esib qo'ydik, bo'lmabdi deb yezaveribsizlar. Men sizlarga bir tushuncha berib o'tay. Mo'sha xamanni bug'doyni dandin samandin arayotgan ish, buni xaman elish, xaman tepish, xaman yumush tuyak, xaman so'qash deb ataymiz ayni biz. Bizning ma'danda ataydik, har xilmida ismlar bor. Endi oshini tunjiqdim. Qadim tatib tunjiqdim. Bunda kala, ishak bilmilni, bunda bisi-bisiga chetib, amanda bir mo'min deb qo'ytmiz endi biz. Xadig'imda aylantirib, tekki bug'doyni to'kab bunda aylantirib bunda. Cho'g'il tutqashini bir odam haydaytdi. Hattoki bir so'ng'a bak kalının to'pi kichik bola mindirib qo'yapsa, bo'lmabdi deb yezib qo'yapsan. Bizning mahallada ballini shu kalig'i menimizlab endi turib oldi. Bizlar kichik balla, shu vaqt men bir kichikdim shu chaqda. Aş kichik balla bizni kalig'i mendirib qo'ydi deb dadimizni yig'lab eslab atdik. Dadimiz bizni akiltib, shu xaman qo'shgan kalig'imda mendirib qo'ydi. Aylanib bir ishkini cho'g'laytdik, tushib ketdikimda o'ynaytdik. Mo'shunchalik bir ish. Ayda mendirib qo'ydi dadimiz bizni. Balamning ko'ngli ochilsin, xo'sh olsin deb. Da bir tayoqni tutqizib qo'ydi balchaqimda kalini haydaytdik. Mo'yinda ishladi. Balchaqda shu xamanni haydigan adam, kalini haydigan adam. Cho'g'ilab bo'lanmay yerib qilib, ba'zi bir kaliga ya bir eshakka minib haydab qashma bayda. Buningga xudo euro topolab o'zingni yerlik etib tuchunlib, nemishqa kalini bizga kichik bola sizib qo'ydan deb, o'zingni xudo qiynab ketmasanmi bo'to? Bo'to. Bizning da mendirib qo'ydi dadimiz. Sizlar menga aytgan bo'lsanglar, u o'z anglashinglar. O bir yurtniki nimasi bir yurtga bog'labamsaqmi bo'tuni. Birinchi gap ma'lum. Mo'yinda kalini qo'shab, tunjiqdimda shu kalini aylantirib, kala ishak binasini qo'shab endi aylantirib cho'g'itib bug'doyni soqitdi. Buningga to'xa, katta, ishmushuk, qo'y echki bemini cho'g'dak olmaydi uningga. O bemili yinik, ig'irligi yo'q. Shunga saqin bug'doyni yenjamaydi. Şun onu qo'shmaydi. Kala ishak qechar bunda bemili aylantirib qo'shdi. Ta'sida qo'shinama. Qo'lim qo'shilib isi-bisiga o'tni lab qutqildik deb. Bugun men xaman so'qitdim, kalığınızı birib turing, ishkingizni men bug'doyimni so'qolay, yumishti olay. Sizning xamanınız keldi, men sizga birib turay deb mo'yinda qildi, buni o'tni lab qutqildik deyishdi. Mo'yinda qildi. Tunji avlodni mo'yinda qildi, kala ishak bilan. Onundan keyin heliqa tuluq detgan sil degan bilma, tuluq detgan bilma paydo bo'ldi. Vital kalını kendiga bir qirliq tashdim meni bog'lab bekitib başını da aylandırıp qilgan. Paydo bo'ldi. Lekin bizning yurtda men tug'ilgan mahallada tuluq degan bilmani ishlatmaydi. Boshqa yurtlarda ishlatgan men ko'rgan. Ammo men tug'ilgan mahallada men xaman aydab unda tuluq degan bilmani ishlatmaydi. Mana ikkinchisi. Endi uchinchi qilib o tuluq degan bilmani kendin val deytgan narsa paydo bo'ldi. Yo'g'o bir dana ko'takka, bu kakinin bisiga o'xshatgan yog'ochni, ayda bisliq yog'ochni, yo'g'o bir ko'takka munda geralashtirib, shundaqa oshni o'rinlashtirib, yo'g'o bir ko'takka. Oshini kala ya eshak memiganda aylantirdi, oshni chetib, bunda aylantirib qildi. Uning ismini val deydi, val. Ma uchinchi qilib paydo bo'ldi mana. Uningdan keyin valni kendin u ishlama amalini qilib, haliqi Yempemba detgan bilim paydo bo'ldi. Yempemba desam nima bo'ladi uqma qamalda bizning mahallada shunda ataydik. Bizning mahallada, sizning mahallada qanday ataydik uqmadim. Polo yetgan ligan bor, ligan, polo yetgan yo'q, ligan. Oshi liganga o'xshatgan bir temir diska. Oshi buni chetib, ma bug'doy teretgan selkaga o'xshatgan narsa. Oshini arshiba traktorga chetib, arshiba deb qo'ydik, tenyo deb qo'ydik. Arshiba keyin tenno traktor paydo bo'ldi aynan. Oshuningga chetib arshiba traktorga aylantirdi.
Aşında buğday yancitayında sokuttu. Lekin bu Arshiba traktorda aşı yempanbadımında aylandırıp buğday sokutkaş bek uzun yıl davamlaşmadı bu. Nemişqa desenla o traktör Arshiba traktörü bek yoğan iğer an onuka yempanba degan narsa her tümürlüğü çetilgan diska bu. Ayda boğaçqa xamandımında aylandırıp kısa tiz yumuş tutu tiz sokudu lekin ay buğdayını höddes ay tügel topu qarlaştırıyordu da. Ay patıqdap onu. Topu qarlaştırıyordu. Şunun bilen buna xamanını ağa vaxtıda buğdayını topudun arıpılanmay ma bomaytqan narsike ma dep bir mezgil işletip əməldini qaldı. Bu mu şu bizning məldi yüz berge işlemek görgen. Hem qıpbaqqan. Onun kimi yempanbadın kin uğla əməldini qilib yana kalığı ötdek. Kalı qoşap aşı abdan kendip aylandırıp qıptık onun kendin tokocu peyda oldu. Yagi muqim orlaştırıp koyap onu yagi qoraştırıp orlaştırıp qap buğdayını ekip netçeden kep sep soqutqan tokocu peyda oldu. O tokocu'da soqtaq bir netçe. Onundan keyin taraqqiy qilib engi-mengi hötkep traktörümünde keyniga bellep. Manda Senjaban'da bellep traktörünü keyniga. Yamiya hötkep apırtqan tokocu peyda oldu. Tokocu'da soqavıtımız. Onun keyinden yine taraqqiy qilib hazır kombayn peyda oldu. Hazır kombaynda soqavıtımız ayni. Canının taraqqiyatı. Gaplarım xata emasdi tuqqanlar. Ma hazırki yosh bola uqmaytqanligini serip o'tib keting uni. Bu indin mendan chiqtirni o'shavay chiqqandek bilminqib patva topmay, yo'q yerni gap topmay. Mani bilitqan, uqitqan, qilib bunda adamlar yezib qo'ygan fikrini. Poqni bilmayotgan hozir nima bu? Tuluq qana. Tuluqni sizmapsa, bo'lmapti deb. Xas tuluqni gap. Tuluq degan shu bir taş, qirliq taş. Taşlamada so'raltib qalig'i chetibni aylandi olgan bilmi. U degan ikkinchi qitimda keyin paydo bo'lgan bilmi o tuluq degan. Dastlabda shu ota-bobolarimiz mi kalal aylantirib qilgan. Ashning qilam eslab tuluq qini deb. Sizning ma'langli bachog'i tuluq. Bizning ma'lda men tug'ilib o'sgan yerda o tuluq. O beni ishlatmaydi, lekin men boshqa yurtildi ko'rgan. Ama bizning ma'lda ishlatmaydi. Mening sizg'inim ma ishqidan ish ko'zam bilan ko'rgan, ma ko'zam bilan ko'rgan. Özem qıp baqqan, özem heydep baqqan, moşubimning arası çoğulgan, özem qıp baqqan, qol tutib qıp baqqa ishni sizdim. Tushundingmi da? Yana bir soqapap kalını qo'ng'a xalt esib qo'ydik. Uni sizmapsa bo'lmapti deb. Ey, bizning mahallada kalını qo'ng'a xalt esib qo'ymaydik. Ham hozirmi asmaydi bekim uni. Sizning mahallada esib qo'ygan chog'inglar bor. Bu o'zingning mahalladagi ishni boshqa bir yurtlarga tangmanglar. Zo'r bilan tangmanglar. Gapinglar 100% xato emas. Kalı buğdayga shishiti deb shuni kalını qo'ng'a xalt esib qo'yibmiz debsizlar. Şu sizning yurtda ajda ishlar bor ekan, lekin bizning mahallada men qilib baqqanimda men cho'ng'lab, yo'qdi. Sizning mahallada ish so'ylab qolgan kalvacha bor. Bir chiqqancha ne kunlab, ne soatlab qo'ng'a to'xtamay, menda yamg'odek menda chiqib qolgan kalvacha bor. Bizning mahallada yo'qdi. Shunga bizning mahallada kalını qo'ng'a xalta asmaydik. Xalta asmaydik. O kala bir gün işler ne çıkıttım çiçiti o. Kendi heydet man adam kördüğünü. Kalı işte mavasıydı da. Şunda çıkan aman. Buğdayını öğretken ağrı bilen mi da kötürep en elevi tuttukunu. Kaltes koymaydı bir kim onunla. Bir sokup kalını kendi kaç tutup manıttık da. Sının oydan da akıkan canlılar bizden de akamaydık. Men köygünümünü, bilginimini, kıpbaqınımını sizdim. Men aklımını bilip çoğulap koy vakit çoğulgan. Moşunda xaman edip çoğulgan. Moşu bir xamanını netçim o yani bir yagi jigip ekilip ayında alttık. Bir xamanını toluq moyunda kalanı koşap moyunda cümüştüp olsak bir galvi. Da galvini bilip kansa biz galvi deyimiz sılının yurtu nemi dep ataydı ki da buğdayını da öğretken bilmedi. Biz galvi elgek dep ayında atap koydu. Bir galvi buğday birtti. Aşını 4 koy 5 koy ya 5-6 koy satsak çoğun pulda bu. 4-500 koydak pulda hazırken. Aşında mahallede bizden noç edem yok. Ma uşaq balanın arasında. O men de degen 5-6 koy pullarda xuday tas qaltık mangılıya biyeli. Hemmeden o beşini ötken işli bu. Aynı da bir galvi buğdayını birtti. Aşını setip xajligimiz kəməyi aşı pulunu dam qılıb üyüb aynda saqlaydık. Bəziləri xajlaydık yet ayamlı kəsən. Bəziləri ayaq, iştan, bu bilmini elep
Bazaq vasa qan tutgan shunchalik bir e'tibor bilmadi shu zamonda. Hep yitdik. Ayında işla sözlep kelsen bek yapacak. Çıkıp bizimle kalını kongu kaltasmaydı. Hem de hazırma mani tügel çurt tüpjültüsünü yo'qolib ketgan chog'i deb qamalama kalı qo'shab bug'doy so'qit qashni. Hazırma baken. Endi menda ma tog' bag'rida yashayotgan izi qishloqlarda, tog' bag'rida yashayotgan mahalla ko'lida baken hazırma. Onda tüpjültüsünü yo'qolib ketmaklik baken. Tokoji, kombayn bilmiligi sasınız alt patman pulna atom. Vatqan bidamni so'qab qo'ysam alt patman pulna atom. Lekin ulama baka qamayt pulni ishni qilgandik at shu. May ketitgan abilmagayna. Amma kalını qo'shab alsaq, bug'doy qattiq quruq bo'lsa, bir ish kunda qattiq quruq bo'lsa, bir ish kunda tugaydi. Bo'lmasa 3-4 kunda ketitqa vaqtlamaydi bug'doy yo'l olib qolsa. İş qilib qanda qisa qilib, bir xamanni bir hafta vaqt ketibdi. Uni buni deb bir hafta vaqt ketibdi. Shunda tutib qolgan. Shu samanni to'shib bug'doyni uyga kelib qutqanmi shu. Uni buni deb shu bir hafta vaqt ketib qoldi. Bunda alt uni. Hozirmi barkan yo'qolib ketmaylik uni. Men ko'rib qolsam shepin qilib yo'llayman, bo'lmasa har kuni uchrayotdi men hozirmi barkan kaleshakni qo'shab menda xaman deb atqaya. Endi bak gapni so'zlasam bakjiq. Men qo'llagan tuqqanligiga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Nayt tuvanchilik bilan samimiy rahmatimni bildiraman to'rdoshlar. Bo'lmabdi. Tuluqqina. Kalını qo'ng qash tutmadi, u qina. Kalını qo'ngga asqan xalq qina deb menda fatvo topib qoldinglar. Mundalan qisanglar serib o'tib ketinglar. Serib o'tib ketinglar. Uqmagan bilmani yozmay. Yozmanglar uqmagan gapni. Men yana desam yana shu ko'zim bilan ko'rgan, o'zim qilib baqqan, o'zim haydab baqqan, mushunda bunlarni cho'ng'gan, o'zim ko'rgan turmushni sizib chiqdim. Men Xotanda Şinjan'ın yanı bir chat turup, bazı bir örüp adetlerimiz, anca bir iş faaliyetlerimiz okşamaya kalsa, onu kopap miyagi çıkıp, manda sızmapsa, bulmaptı, bu petrvanı götürüp tapmayın. Ben özüm yaşavatkan turmuştaki işini sızıp çıktım. Ben o tıl ahanet, onun nemesi yok mu? Ayrımxanlığa çıkıp, nayt setgah bakarat vatkalı var. Sen bir günesi kopap, yağdırı atkan kalı sızdım da bilimini sızıp koysa, bir günü kopap, toğraqtı padvaqqa adamda bilmini sızıp koydan. Əmdə qalısam, burun qızımandıma buğdayını qanda soqap yetti. Dep, mani köydanlama dep, xaman dep vat qarazda bunu sızıp çıqıpsa, sen qası zamanda yaşavatsa, can diye terakki qip yer getip oldu. Xas, konu bilmini sızıp dep, ma gapni dep bolap, keynigi nayt set gapdan işki qız qo'shab qo'yaptın. Mening ağzımda az bir qismini bilislayna. Ağzımda gap bilan bo'g'oz qilib o'talayman da qo'ng'al taqilni. Lekin men to'r bo'g'oz qilib demay, mayli, tilgan bo'lsam. Ammo meni tilgan chambirak bo'lmasin, ayrimxonda bo'lmasin, har qanday baka. Hech qanday qilmasammi, qo'ng'i yog'och tiqmasammi, qo'ng'i nöjoyda solmasammi, hech qanday bir ish qilmasammi, o'zimni kasbimni qilmay bossammi, bakadım nayt set yapıldı, hakaret qilib qo'yganli ba. Chambirak yezib qo'yganlimi bakan. Men aşı bir lab saqlab mang'iliq uni. Men Adil Kashal bir lab saqlab mang'iliq. Hammani saqlab xotir qoldirib qilib qo'ydim. Mening telefonimda oson to'shapma qolmaydi. Jisani yuqori telefon aqliq ishlatilgan. Anda oson to'shap qolmaydi. Bir lab saqlab mangdim. Rasmlardan tatib. Aman bir kuni qo'ng'a payni qadayma. O'zini tutganmasa, o'zini utqanmasa, qo'ng'a payni qadayma. Aman bir kuni qilaman uni. Chunki men hech kimni hech qanday qilmadim. Men mandana sizib chiqdim deb, to'r ahliga bo'laptimi? Yaradimi? Deb, taklif fikrini biring deb chiqadim ana to'rga. Bu yamash emas, mening kasbim o. Men aqlimni bilgan tatib hozir sizyapman. Ahirgi bir tal tomordim tanıg'im qag'ichi sizdim men. Şu rasm sizish bilan shug'ullanaman. May bo'yoq rasm sizish bilan shug'ullanayotgan bola. O'lab qag'ich ko'zim yumib tanıg'im to'xtab qag'ich qilinma uni. Hech qanday kuchimni og'ratamaydi undan. Bu shunchalik bir ish. Ajoyib hayron qilmasalmi ko'rib qansiz to'rdoshlar. Men odatda to'rga
iliqib bilme toplayma deb adam tillab, adam g'ajab, adam so'kab chiqamdimi men? Deb baqinlaqida, yez baqinlaqida men anda chiqamdimi? Men odatda o'zimning turmushim bilan yurgan bolaman. O'zimning turmushim, o'zimning qilibimdan yutman. Men o jonning ajoyib g'aroyibatlari bilan ishim yo'q, xo'shammi yo'q. Men bu yolg'izmi shundoq? O'zimning ishim bilan yutgan bir bolaman. Men hech qanday qilmasam, bakan satillab qo'ygan bola ekan. Uni açsam şu 6 7 8 10 15 20 30 müdafiası barken açsa hiç nimasi yo'q ekan. Lekin hech nimasi bo'lmasa men cho'qqim saqlabmadim. Ilmashqidak bir uchurlan bo'lgan men uni saqlabmadim. Maşında işler. Şuna maka adam tillab qo'ymanlar. Mening sizib chiqaldirma unutulish girdobiga birib qolgan bizning burun kechmishimizda o'tgan o'rib odatlarimiz o. Hozir nada bayonda ishlar. Bu mening sizib turgan hech qanday maqsadim yo'q meningmi. Burun moshindada hozir zamon bo'yicha taraqqiy qilib sharoit yaxshilanib ketdi. Burun moshunda qiyin jafoliq kunlar bilan gilimizga yetgan narsani moshunda paydo qilib moshunda yegan hozir partiya hukumatimizning to'g'ri rahbarligida kundan kuniga taraqqiy qilib turmushimiz holliq saviyaga yetib turmushimiz mo'yinda yaxshilanib mo'yinda ming'avatimiz deb sizga narsa u qog'ni demasam o'zim shu narsani shuni makatillab qo'ymaganlar qo'llaganlaringlar ko'p rahmat Adil Kashal davomliq sizimi bir tal tinig'im qog'ich sizimi har qandayda men hech qanday qilmasam makatillab qo'ygan men xotir qoldirib manaman hamma bir kuni payni qadayman Muşunda işler. Şuna meni qo'llayotgan barliq turdoshlariga ko'p rahmatimni bildirman. Marasimni to'liq bitkizib bo'lgandan keyin yana chiqiraman. Hozir marasi sizlar ko'rayotgan bir kichikgina rasmdagi mushunchilik va bir yeri, kichik bir yeri. Uning interapda nurg'una kapili va xamanni aydab bo'lgandan keyin da kelib soyda aytgan aptapda. Amda tamaq yetgan kapili va interapda mal charvali va ayoldi mana. Meyada xaman soqavatgan, to'shivatgan, buğday binasini arıvatgan nurg'un narsa va bak cho'ng rasm bu. Qattiq cho'ng rasm bu. Al sizlar ko'rayotgan kichikgina bir qismi uniki. Mashunda to'liq bitib bo'lgan joydan ayrim chiqirib beray. Shuna mashunda qo'llayotgan tuqqanlar, qo'llayotgan turdoshlariga ko'p rahmatimni bildiraman. Sizlar mashunda qo'llab bagachga mening ishlarim yurishyotdi. Kundan kunga ilhom, madadga jasorat to'lab kundan kuniga tirishyapman. Qattiq tirishyapman. Atdiganda soat 4-5 kap bo'laman ishxonamga. Qattiq tirishyapman. Munda tirishqa vaqtida an halovati bo'layotgan qanday ishniki. Shuna hammamiz tirishili, jiq pul topili, kunlarimiz xushal xuramliq ishida o'ssin. Baxt bayoshat ishida o'ssin turmushimiz. Ammo baka adam tillab qarshini qilmanglar. Qo'llig'ini kam servatal turdoshlar men azaldan ketmişim. Qo'llig'ini kasi bir tal yurkanli deb qo'yinglar. Yaxshi so'z gapni yozib qo'yinglar. Qo'llig'ini kamisi bakadimaki hech qanday qilmagan bir odamni bakadimaki tillab qatizib qo'yish. Servatal turdoshlar. Amsi gapni tugida Adil Kashal davomli sizning qo'llashingizga muhtoj. Qo'llatganlarni qo'llab biringlar, qo'llamatganlarni servatal turdoshlar. Boshqa kalis top so'rayotganlarni qo'llab bersanglar bo'pti. Xapalash yo'q. Amsi gap tugida chas.